Kenayin? Qani? Akamni yaqinda yaxshi ko'rgan qizlar tashab ketuvdi. O'shandan beri ko'z ollaridan ketmayapti o'sha qiz. Shunga nima desalar xo'p deb ishonib turing, maylimi? Bo'ldi, his qilamiz. Borgandan keyin 2 kishini pul beradi. Bo'ldi. Keling akajon. Keling o'tiradilar. Ha, birinchi kelining o'tirsin. Marhamat. O'tir Nargiza. Sumkangni ber, bagajga qo'yaman. Bo'ldi. Bagajga o'chiring, sumkani qo'y. Og'ir emasmi? Yo'q, nima. Kel jonim, oyog'imga boshingni qo'y, mazza qilib ketasan jonim. Ke. Nima qarayapsiz meni qizimga, aka? Yo, oldingizga qarang-a. Men rashqim yomon. Ya meni yog'imni qashi. Ha? Aka, mashinani to'xtatib yuboring. Kelingizni ko'yni aynayapti-da, to'xtatib yuboring. Asta, kuchanma. O'zi bu uzoq yo'lga bo'lmaydi-da, qusgisi keladi. Bo'ladi. Ketdik aka. Kelyapti. Mana. Tur. Qani? Dana kelyapti. Aka, mashinani to'xtatib yuboring. Nimaga? Kelingiz tualetga kirib chiqsin. Kenayin qachon keladi aka? Men bilmayman, ichib o'tayotganimda. Aka, bu qanaqa taksi? Bilmaysizmi? Rozogo taksi-ku. Nima ishlar orqaga 2 kishi olasizlar? Hamma taksi 3 kishi oladi-ku. Biz shu klientlarni o'ylagan holda orqaga 2 kishi, oldiga 1 kishi olamiz. Mazza qilib ketish kerak-ku. Sizlar uyda olib ketasizlarmi? Aka, biz xohlagan joyingizdan olib, xohlagan joyga tashlab qo'yamiz. Toshkentdan viloyatga, viloyatdan Toshkentga ham olib qo'yaveramiz. Sharoit qilib qo'yganmiz. Faqat ketish kerak. Yana keldi Nargiza, keldi. Ha, keldi. Qo'lingni yuvdingmi jonim? Yaxshi. Bo'ldi, o'tirdi, hayda. Haydaymi? Eshikni ochmasdan kirdimi? Sen o'zi. Shunday qiladi, ha. Hayda. Hozir. Polvon aka? Ha. Shunday kelingiz bilan joyingizni almashtirib oling. Nimaga? Shu oldinda o'tirib ketsan, Instagramga story olmoqchi-da. Mayli. Ana aka manzilga keldik. Qalay, mazza keldinglarmi? Gap yo'q, Rizoga zo'r ekan lekin. Zo'rda, endi pulini to'laysizlarmi dering. Pulni Nargiza to'laydi. Qanaqa qilib? Nimaga to'lamaysan? To'laysan, oldinda o'tirgan to'laydi deganmidik? Davay to'la. Ya aka, prikol qiling, kim to'laydi pulini? Bizda shunaqa odat bor. Kim oldinda o'tirgan bo'lsa, o'sha to'laydi. To'la, muje, gapingni tur endi, davay. Yo, Nargiza qanaqa qilib to'laydi hozir menga, aka? Qanday to'laysan? Ha, kartangizga tashlar ekan. Karta nomeringizni aytsangiz tashlab yuboradi. Ya bu aldamaydi bu, mujik bu. Ka 8600 yozing. Jiyan. Assalomu alaykum, tog'a. Jiyan, shu 2 kunga Toshkentga kelgandik. Shu agar og'irligimiz tegmasa, sanikida tursak bo'ladimi? Bu nima deganingiz, tog'a? Bir kelib qopsiz-da. Keling, kiring. Men kiray. O, baxsiyor. Dahshat kuyiz, ha, to'g'ri? Yomon uyalaman. Xo'p. Jiyan, Nima deyapti jiyanlar? shu agar og'irligimiz tushmasa, shu jiyanlaringni bir archaga olib chiq. Ya, olib chiqaman, tog'a. Bu nima deganingiz? Lekin pulimiz yo'q. Men sizdan pul so'ramadim-ku, bir mehmon qilibman-da jiyanlar. Archaga boramizmi? To'xta, men tursigini kiyib olman. Qo'y jinni. Yoqdimi, tog'a? Rahmat jiyan. Voy o'lay. Aylanaymi? Aylin bu supermarket, tog'a. Jiyan, agar og'irligimiz tegmasa, mana shu yerda yangilikka bozorlik qilib ber bizga. Mayli, tog'a. Pulimiz yo'q lekin. Men sizdan pul so'ramayapman-ku, tog'a. Ya, uni qo'yacağım. Bu katta bozormi jiyan? Davay. Ol, liboy narsa ol. Jiyan, og'irligimiz tegmayaptimi? Yo'q, tog'a. Ol. Men avtomat. Moshincha men moshin. Ol. Jiyan, og'irligimiz tegmayaptimi? Yasha. Davay, un ol. Bir qop un ol. Jiyan, bu go'shtlar svejimi? Sveji, tog'a. Aylin supermarketda Mo'nli Qashqadaryodan olib kelib o'zlari so'yishadi. Yo'q, meshli go'shtlarmi? Ha. Davay, 10 kilo biqin bersin, 10 kilo laqim bersin, tandir qilamiz. Og'irligimiz tegmayaptimi, jiyan? Yo'q. Dada, ana qo'ydan ana ustidan ham bersin. Shashlik qilamiz, ha? Zo'r keldi. Dada, otga Sen tahir, yo'q, qo'yniki otga. yo'qmi? Bor ekan-ku. Jama uni qara. Jam yo'qni narxlari buncha arzon, bizning mahallaning bozoridan ham arzon-ku. Narxlari arzon, shunga qaramay yangilik har bitta mahsulotga skidka beryapti bular. Bu joy nomi nima deyiladi? Men qo'shnilarga ham aytay. Sergili B6 Aylin supermarketi. Gap yo'q, o'g'irligimiz tushmayaptimi, jiyan?
Tushmaydi, nima tushish kerak? Nima tushish kerak? Nima o'ylayapsan? Bos, hamma narsa olib foydalan. Tog'a nima qilyapsiz? To'y qilyapsizmi? Nimalar olib tashladingiz? O'g'ligimiz tushyapti, jiyan. Bo'ldi, ketamiz, bo'ldi. Ha endi og'irlik tushmayapti, bu darajada qilmaydi-ku. Jiyan bo'pti. Oxirgi bu. Sizlar boringlar, anaqa bor. Bor. Agar og'irligim tushmasa, oxirgi iltimosim bitta massajga bor. Nima dedi ovoz dada? Nima dedi anu? O'zgaribdimi? Bu shaharga kelib o'zgaribdi. Tog'asiga shunday dedi, ha, tog'asiga. Nima dedi o'zi? Marmelat so'radi, marmelat olib ber deyapman 5000 ga desam, yo'q deb ketyapti. Dilberinoza, Dilberinoza.